Uyda yolg'iz filmiga yulduzga aylangan Makaley Kalkin o'z shaxsiy hududi va oilasini himoya qilish maqsadida uning oldiga kelishni cheklovchi qoidalarni e'lon qildi. Uyda yolg'iz filmi yulduziga aylangan Makaley Kalkin o'z shaxsiy hududi va oilasini himoya qilish maqsadida uning oldiga kelishini cheklovchi qoidalarni e'lon qildi. Makaley Kalkin bayonotiga shunday deydi: Dasturxon atrofida o'tirganimda yoki bolalarim bilan vaqt o'tkazayotganimda yonimga kelmang. Hojatxonaga ketayotganimda orqamdan ergashish mutlaqo mumkin emas. Oilam bilan vaqt o'tkazayotganda esa iloji boricha uzoqroq yurganingiz ma'qul, deya bayonotini tugatdi. Kalkinning so'zlariga ko'ra, aktyor bu qoidalarni ommaviy tadbirlardan tashqarida ham o'z nazoratida bo'lishini ta'minlashni belgilagan. U o'z muxlislari bilan muloqot qilishni qadrlaydi, lekin oilaviy va shaxsiy hayotining xavfsizligini ustun qo'yadi. Makaley Kalkin rafiqasi Brenda Song bilan Kalkin ijodiy faoliyatida ham muxlislari bilan masofani saqlashni afzal ko'radi. Aktyor 40 yoshga kirgan bo'lsa-da, omma e'tibori bilan yuzma-yuz kelish holatlari uning oilaviy farovonligiga tahdid solishi mumkinligini qayd etdi. Ma'lumot o'rnida Makaley Kalkin 1980-yil 26-avgustda Nyu-York shahrida sobiq teatr aktyori Kit Kalkin va Patricia Brenda oilasida dunyoga keldi. Uning aktyorlik faoliyati otasining tashabbusi bilan boshlangan. 4 yoshidayoq u sahnaga chiqishni boshlagan. Jumladan Nyu-York filarmoniyasiga chiqar edi. 1985-yil u birinchi marta Yarim tunda nomli komediyaga ishtirok etgan. Makaley Kalkinning to'liq metrajli ilk filmi 1988-yilda suratga olingan. Gibraltar uchun raketa edi. 1989-yil Kalkin Jeff Bridges bosh rolni ijro etgan Ertalab ko'rishguncha nomli romantik komediyaga suratga tushdi. 1990-yil dekabrda Xon Hyuz tomonidan yozilgan Yangi yil komediyasi Uyda yolg'iz ekranlarga chiqdi. 1990-yil kinolar orasida kassa yig'ma bo'yicha ikkinchi o'rinni egalladi va Kalkin eng yuqori daromad oluvchi aktyorga aylandi. Birinchi filmi uchun gonorar $110,000 bo'lgan bo'lsa, 1992-yilda Uyda yolg'iz 2 filmi uchun $4,5 million to'landi. Uyda yolg'iz filmida ota-onasi uni tasodifan Parijga ta'tilga ketayotib uyda yolg'iz qoldirib ketishadi. Uy egalari yo'qligida uyda o'g'rilar bostirib kiradi, biroq ularga achinishdan boshqa iloj qolmaydi. Chunki bola ularga qat'iy qarshilik ko'rsatadi. Aktyor bugungi kunda asosiy vaqtini oilasi va farzandlari bilan o'tkazadi. U aktrisa Brenda Song bilan birga 2 o'g'li, 4 yoshli Dakota va 3 yoshli Carsonni tarbiyalamoqda. Shunga o'xshash qiziqarli ma'lumot va videoroliklarni yo'qotib qo'ymaslik uchun mashhurlar o'z kanalimizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.